Bugunga sizlar bilan birgalikda hozir galutsi tayyorlaymiz. Turmush o'rtog'im galutsisi kasb qildi. Bu galutsini Madinani polfabrikatlaridan tayyorlaymiz. Bulg'or, tok va karam. Galutsiga kerakli bo'ladigan hamma narsani archib tozalab qo'yganman. Kartoshka, sabzi, chesnok, piyoz va pomidor. Men tomat o'rniga pomidor ishlataman. Ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Ovqatlarni ham choylab sovurdim. Turmush o'rtog'imga ikkita bulg'or karam va tokdan qo'ydim. O'zim tok bilan karamga qo'yganman. O'zimga bitta tok va karam, bitta bulg'or qo'ydim. Qaranglar, ochmaganman. Juda mazali. Яблочко.